Assalomu alaykum azizlar. Mana bir mijozimizga ikki xonani isitib beradigan pechkamizni o'rnatdik. Ikkinchi xonani issiq havo bilan isitib beradi. Ya'ni ichida teplar menligi bor. O'sha qiziganda mana shu ventilyatorimiz, mana operator olib kelib yaqinroq ko'rsatingda. Issiq havoni haydab ikkinchi xonani isitib beradi. Qani ikkinchi xonaga ham o'tib bu yerdagi jarayonlarni ko'ramiz. Mana bu mo'rini oldin shunday ulashgan ekan, bu shu xonaga ham bir yordam bo'lsin deb. Bu montajni shunday bo'yicha qoldirishdi. Asosiy issiq mana bu turbadan chiqib keladi. Mana hozir ozgina cho'qqa ham issiqlik zo'r nima chiqib beryapti. Endi bu yerda yosh bolalardan bir qo'lini kesib olmaslik uchun yoki biror narsani tiqib qo'ymaslik uchun o'ynab yosh bolalar mana burishayotganini o'rnatib qo'ysa bo'ladi. Keyin yana qanday? Xo'p. Yana keyin svet o'chib qolsa, bu ventilyatorlarimiz hech qanday issiqlik nimasida erib yoki kuyib qolmaydi. Bunisi hisobga olingan. O'zini holatiga ham sovuq havo pastdan kelib, mana bu nimadan issiq havo o'zini holatida ham chiqaveradi. Hech qanday bir unaqa xavfli joylari yo'q. Yana qanday savollar?